kanallarni ko'rsatamiz, qanaqa ketayotganligi. Xo'p, Abdulloh aka, qanaqa kurs, to'g'rimi? Dahshat kurs. Chunki men bunga qo'shilganimdan beri hali beri afsus degan narsani umuman qilganim yo'q. Har kuni yangi natija, Xudoga shukr. Har chiqayotgan yangi yo'nalishlaringizdan har bittasi uchun bittadan telefon olib, bittadan yangi kanal ochib boryapman. Xudo xolasa hozir nimalarni ko'rsatamiz. Hop, ochib. Bu BMG Drive'da katta video bo'yicha jonli efirdiki. Bu short jonli efiri. $111 ishlabdilar. Jonli efirdan shortdan. Yaqinda MacWin degan kanalingizni 3 kun bo'ldi ochganimga. Monetizatsiya bo'limidagi shartlarni bajarib bo'ldi. Menda podpischisiga qoldi. Xo'p, mana shu oddiy telefonda qilsa bo'ladigan yo'nalishlar haqida bir og'iz o'rganish qanaqa? Qancha vaqtingiz ketdi? Qancha vaqtda video qilyapsiz? Men MacWin yo'nalishi bo'yicha 10 minutda 5 ta video qilaman. Bu yo'nalishlarga, jonli efirlarga hech qanaqa vaqt sarflamay